Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtlar xayrli bo'lsin. Biz bu video orqali operator ko'rgusidagi Uyg'urcha xatlarni, ya'ni ma shakldagi Uyg'urcha xatlarni biz muaxil shaklga o'zgartirishni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, biz oldin qitimliq boshqa videolarimizda diqqat qilgan bo'lishingiz mumkin. Boshqa tur ko'rguslarningki shu Uyg'urcha xatlarni o'zgartirishni ko'rib chiqqan. Lekin bu operaningki boshqalardan biroz farqli, shunlashqa diqqat qilib, agar opera ishlatganlar bu xil shaklda o'zgartirib olsanglar WhatsApp yoki boshqa o'rinlardagi Uyg'ur xatlarni go'zal bir shaklda bo'ladi. Bunda olsa biz oldi bilan shu videoning izoh qismidagi ulanma orqali mau ulanmaga kirib olamiz. Mana bevosita kirib olgandan keyin tor ko'ruvchimizniki opera bo'lganligi uchun bevosita buni kirib, bu yerdagi stylebot text degan shu hujjatni tushiramiz. Men tushirib olgan. Endi biz Mau'ga qaytib yoki qaytmay bevosita manage extensions degan kirib, undan keyin get more extension, ya'ni bu yerga texnik ko'p qistirmalarga boramiz. Bu yerdan biz ehtiyojli bo'lgan boshqa qistirmalarni tushirilish bilan birga bu qatimqi Uyg'urcha xatni o'zgartiradigan qistirmani tushirib olamiz. Bu yerga biz freestyle degan shu qistirmani qachilaymiz. Shuni qachilab bo'lgandan keyin mana shaklda qachiladi. O'chirsak bo'ldi bevosita. Undan keyin buni besib, bu yerga see all deganni besib, qaralmay qop-quruq. Bu yerdan endi objem mavjudni birga kiramiz. Kirish uchun bu yerga importni besib, mana shaklda tanlab kirgandan keyin bu yerdan qaraydigan bo'lsanglar, Uyg'urcha stylebot deb chiqadi. Chiqqandan keyin mana o'xshash Uyg'urcha xatlar bator bekatlarga kirib bir yanglashlar avtomatik holatda bo'ldi. Har qatim yanglishlarning hojati yo'q. Bir qatim ichib qo'ysanglar ishlayveradi. WhatsApp bo'lsin yoki YouTube bo'lsin. Hammasi ishlayveradi. Hozir o'zi ko'rib boqaylik. Ko'rayotganlardek mana YouTube kirgan bo'ldik. Nahayot chiroyli chiqdi. Balkim ba'zi o'rinlarda chiroyli chiqmay qolishi mumkin. Bu ahvolda sizlar bevosita mushtarisniki inkas qismiga inkas qildirsanglar, biz eng qisqa vaqt ichida o'ngshashga bu masalani hal qilishga tirishamiz. Bu şekilde biz operator ko'rgusiningki tor yuzidagi Uyg'ur xatlarini biz chiroyli qilishni o'rganib chiqdik. Bundan sonra biz boshqa videolarimiz ko'rishga salomat bo'linglar. Allohga emanet.